Assalomu alaykum, aka-uka katta ishqibozlari, xonadonlar, uylar, ballar, hamma yaxshimi? Allohimga hamd sanolar, shukronalarimsin. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamga dur salomlarimsin. Meni yaqin aziz birodarlarimga hammalariga salom. Mana Allohga shukr. Shunchalik turgizib qo'yib, ne'matlarni berib, soppa-sog' qilib qo'yganiga hamd sanolar. Mana shunchalik xonimiz Rossiyada turib, aka, men siz videolaringizni ko'ryapman. Meni kattalarım ko'payib qoldi. O'zingizning olganlar ham bor, ag'dan-bag'dan yiqqanlarim ham bor deb. Alloh alam 5 yil bo'ldimikin, 10 yil bo'ldimikin, ukaxon bilan muomala qilib gaplashib turibman. Shunchalik hurmat qilib berib yuborishibdi. Hozir mana aka-ukalar olib kelib berishdi. Aka, men shuni olib bironta katta ovozlarga tanishlaringizga bering. Garantiyasi bilan hammasi deyishdi. Xo'p bo'ladi dedim. Mana juvonachalari adminni ukaxonimiz berishdi. Paypoqlarni o'sha Rossiyada turgan ukaxonimiz berishdi. Ukaxonimizni ham, ukaxonimizni ham kasbikollariga, umrlariga, rizqlariga Alloh baraka bergin. Nima niyat qilib berishgan bo'lsa Alloh taolo niyatlariga yetsin. Bizdan qaytmasa Xudodan qaytsin. Bala-chaqalarning orzu havosini ko'rsin. Ey Robbim, bemorlar yotgan bo'lsa shifo ato etgin. Qarzi bolalarga najot bergin. Farzand so'raganlarga farzand bergin. Umrlarga ham, hajlarga ham, jannatlarda ham billa bo'lib, oqibatimiz yo'qolmasin. Ota-onasini o'ylab, uylar qilaman, to'ylar qilaman, mashinalar olaman degan aka-ukamiz ham omadini bersin. Amin. Allohu akbar. Akalar garantiyasi bilan agar mabodo chetda kattalar yoqib qo'ygan bo'lsa, Oribjon, Namanganli, Chortoqda ukam, xolasiz bular, xolasizlar Farg'onadan kelganlar, mabodo kerak bo'lsa beraman, uyalib qolmayman. Bismillahirrohmanirrohim. Alloh barakasini bersin. Ama uchiraman aka deganlar bo'lsa, bemalol uchirib, qaysi-qaysinga jup, qaysi bir tovoq bilmayman, gapni ochig'i. Joning sog'ligi, ko'kcha chubati ekan. Hop. Menimcha yosh ekan hali bular. Bilamdingiz ham bu paypoqlar ham dahshat ekan omma. Mana katta. Oyoqlari ham uzun ekan omma katta. Bir. Buni ukasinikina mana shu. Shu ukasinikina ko'kchalar zotidan ekanda hammasi. Omma razab yuvonalar chiqdi. O'zimizni olib kelmaga ko'rib turishgan bo'lsa, birodar aziz akamiz yangi boqishyapti. O'tgan safar ko'kchalar berdim. Agar mabodo yoqqan bo'lsa aka, ko'ring. Xo'p desa, shu yerda qolaveradi. Aqabaga chiqaryapmayman. Ota-onalari behijolat, zo'r kattalar. Ikkita. Buni ko'kchalari ham omon. Raza kelishibdi. Raza boqishar ekan omon, lekin gap yo'q omon. 3. Mana shularda hozir bir hafta 10 kun surib kattalar qo'shib haydasizlar ajrab chiqib ketadi. Arentinda olib, xonadonlarni bilib olsa, bitta tochkan shu olsa qaytib tushaveradi katta. Birovga tushmaydi. Endi bular o'yinga kiradigan paytda, mo'nab qolgan paytda garim qoladi. O'shanda usha olmasdan iloj boricha o'rta endi kiryaptigan o'yinga o'rta yaxshi niyatda Qo'qondan gaplar berib yuboradi. Samarqanddan ataylar shunchalik hurmat qilib Rustam aka deganlar bo'lsa, o'shalarni beringlar, o'liklarga ham, to'ylarga ham qo'ni qo'shnilar kerak bo'ladi. Yaxshiligi ham shunga qo'shnilar beradi. Faloncha narsa bo'lib qopti, uylarida bola olib turibdi, yo balansaga, yo dijini qilish, to'y qilish kerak desa, biz borib harakat qilamiz, qo'ni qo'shnilar yugurib chiqadi. Buni nima bo'ldi-kin, tinchlikmikin deb. O'lim haq, hammamiz ham o'ylamiz. To'yga ham, yaxshiligiga ham shular qo'shnilar kerak. Bular usha bo'y ham bo'lib ketmaysizlar, zo'r ham bo'lib ketmaysizlar. Qiyib uvoq qilib qo'yasizlar kattalar. 3 ta. Bunun mallasi ham menimcha chubatik. Bu ham birontadan kelibdimi-ki, tushib qoldim Alloh alam. 4 ta. Ammo mana chiroyli chiqibdi omma. Buni ko'kchacha yomon chiroyli chiqibdi omma. Dumi ham qora. Qanotlari uchi qora, kallalari qora. Gap yo'q omma. Gap so'z yo'q. 5 ta. Ana 5 ta akalar. Agar mabodo kerak bo'lsa, shu Optakamdan ortsa, keyin Chortoqlik Oribjondan ortsa, shular bo'lmasa aqabaga chiqaramiz. Endi mana ular hali kichkina, o'sha don yeyapti bu kattalar mana. Bu kattalar don yeyapti o'sha mana. Shaqillatib uryapti. Liboy joyga chiqarib yuboraman bu jumonachalarni ham. Aka, mana shu jumonalar donga tushibdi. Kattalar videoda atodingiz. Kattalarni shu donga tushib turib, uzoq bir hafta o'sha donga tushdi. Bir haftada kattalar bitta aydasining tepasida yuradi. Bu ham mana ko'rsatib
Mana unisi ham, mana unisi ham, mana unisi ham non yebdi bular ham. Mana unisi ham, mana unisi ham, mana juvanachalar mana. Bular o'sha don yeyapti hammasi mana. Bularni iloji boricha 10 kun saqlasalaring bo'ldi bu juvanachalar mana. Juvanachalar 10 kun saqlasalaring bo'ldi mana. Donga tushdi-da bular. Janavorlar shaqillatib donni uryapti. Chiylayapti mana shu kaptanlar. Mana shu kaptanlar 10 kunda kim olsa ham qat'iy nazar o'ziga o'rganadi, o'zi uchiradi, o'zi haydab, aka deydi kaptanlar ashchi yuryapti deydi ana juvanachalar. Mana juvanachalar. Endi mabodo agar qaysi biri yoqsa, agar mana ular yoqsa aka, mana ular chiqaring deganlar bo'lsa, bular karobga solaman. Chiroyli qilib shopirga tayinlar aka, bu juvanachalarga ehtiyot bilan olib ketasizlar, yosh hali deb. Rezinkasini oldirib, karobkalar teshtirib, o'zidan gaplashtiraman. Mana ularni ham behijolat qayerga o'tsa chiqarib yuboraman. Agar Obitakadan ortsa, o'zimizni Qo'qonli Obitakadan ortib qolsa, agar yo'q deysa, ana Chortoqlik Obidjon ham ko'rib turgan bo'lsa, aka desa bo'ldi. Bo'lmasam, Xudo xolisa qo'limdan kelgancha inshaalloh chiqarishga harakat qilaman. Videolarni o'qib rahmat deb bitta like bosib qo'yinglar.